ideal holatda 07 xohlagan akalarimiz uchun mana akalar radnoy kraska kam yurgan 07 qidirib yurgan akalarimiz uchun qizil rangi chiqib qoldi. O'shani sizlarga to'liq ma'lumotini berib o'tib ketamiz akalar. 4 ta vagon yangi akalar. Bagaj holatlari ham ideal holatda. To'liq chirig'i, mirig'i yo'q. Mashinani bitta joyda kichkina pitnosi bor, uni ham hozir ko'rsatamiz. Salonlari ham ideal holatda, probegi juda ham kam. Menimcha hozir Gentralada ham bunaqa probeglilari kam. 2009-yil mashina. Hop, mana shu oldida, mana shu joyda pitnosi bor. Kichkinagina pitno bo'lgan. Motorlari ochilmagan, korobka zadniy moslari zo'r, temir metan gaz. Eng qiziq joyi bu mashinani probegi bo'ladi. Kelib, qarab, ko'rib, tekshirib, o'zingizga ishonch hosil qilishlik uchun bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Mana 70 ming yurgan mashina. Birinchi kurugi ham, birinchi kurugini o'zi bu, hali ikkinchi kurug o'tmagan. 70 halol yurgani. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol profilning nomerlari bo'yicha aloqaga chiqib, to'liq ma'lumot olib, baraka qilsanglar bo'ladi, okalar.